2024-yil mobaynida jami 36 kilometr suv tarmog'i tortilgan bo'lib, bular 7 ta mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirilgan. Bulardan Qanjirg'am mahalla fuqarolar yig'inida 5 kilometr tarmoq tortilgan. Bir dona suv inshooti va bitta quduq qazilib, elektr energiya tejovchi nasoslarimizga almashtirilgan. Yakkabut mahalla fuqarolar yig'inida 3 kilometr tarmoq tortilib, aholining toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan va bitta suv inshooti o'rnatilib, bitta elektr energiyasini tejovchi suv nasosi o'rnatilgan. Bularda yana So'kchilik mahalla fuqarolar yig'inida 2 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortilgan. Yuqori qishloq mahalla fuqarolar yig'inida 10 kilometr tarmoq tortilib, 2 ta suv qudug'i qazilib, 2 ta suv inshooti barpo etilib, elektr energiya tejovchi suv nasosi o'rnatildi. Varzak mahalla fuqarolar yig'inida esa 3,5 kilometr tarmoq tortilib, ichimlik suv tarmog'i tortilib, bitta suv qudug'i va bitta suv inshooti barpo etilgan. Xo'jaariq mahalla fuqarolar yig'inida 1,5 kilometr tarmoq tortilib, bitta suv inshooti o'rnatildi va elektr energiya tejovchi nasos bilan ta'minlandi. Oldimizga reja qilib olingan asosiy ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida 4 ta mahalla tanlab olinib, shularni ichimlik suv bilan, toza ichimlik suv bilan ta'minlashni reja qilib olingan. Bulardan Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini 5693 ta aholi istiqomat qiladi. Bularni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida 10 kilometr ichimlik suv tarmog'i, 2 ta suv inshooti, 2 ta quduq. Katta ko'cha mahalla fuqarolar yig'inida 3156 ta aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida 9 kilometr ichimlik suv tarmog'i, bitta suv minorasi va bitta quduq. Qo'rg'onchi mahalla fuqarolar yig'inida 700 ta aholi 6 kilometr ichimlik suv tarmog'i, bitta suv minorasi, bitta quduq. Tog'liq mahalla fuqarolar yig'inida 1800 ta aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida 5 kilometr ichimlik suv tarmog'i, bitta suv minorasi, bitta suv qudug'i rejalashtirilganmiz. Buning natijasida jami 34 kilometr yangi tarmoq, ichimlik suv tarmog'i tortilishi rejalashtirilib, 5 ta suv minorasi, 5 ta suv qudug'i va 5 ta yangi elektr energiyasini tejovchi nasoslar bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Jami buni ichimlik suvini yaxshilanish maqsadida 11349 ta aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlashni reja qilib olganmiz. Bularda esa 2787 ta xonadon bo'ladi.